Assalomu alaykum. Ko'pchilik yaxshimisizlar? Bugungi leksiyarim yana Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasi haqida mulohazalarimniki leksiyalar yana boshladim. Kelin maqsad kanalımıza hoş geldinglar. Kanalımda mushundaq mulohazalar bor, davomli chiqib turadi. Mantiqa amdi o'tirsida yana davomli chiqadi. Shunga ko'pchilikniki kanalimga obuna bo'lib, qo'ng'iroqni chiqib qo'yishinglarni so'rayman. Undaq bo'lsa boshlab ketdim. Naq maydonni Kanadadan turib bu yerda Cumhuriyet Partiyasininki eng kuchli qo'lliq a'zolari bor bo'lgan bir davlatda turib hozir mushlarni aniq ochiq so'zlayapman, o'ylaganlarimni so'zlayapman. Tahdidlarga kelishga boshladi. Qisib edim degandek gaplar boshladi. Bularni ochiq oshkora oldin YouTube kanalimda deb qo'yay dedim. Nima degan bilan bu bir qo'rqinchli partiya deb so'zlab kelayotgan ekan. Har xil balolar keladi bularniki qo'lidan. Pidaylar ekraniga chiqib so'zlagan chog'da partiya vaqti kelgan chog'da bulongchilikqa bo'yri olish kerak, hatto qotillikni qila olish kerak degandek bir gaplarni qilgan esinglarda bormi? Shuniki yerimni o'rinlab bo'ldi hozir. Bir muncha bolalarni bulongchilikqa soldi. Ularniki bir qismi turma sirtida jazolarga o'tadi, bir qismi yana turmada. U bir necha odamninki odam o'ldirish vaqti kelgan chog'da qotillikni bo'yri olish kerak, bo'yri olishimiz kerak, odam o'ldirib olish kerak degan gaplarim bor. Shu pidaylar ekrani degan. Uningki misolini elib bersam, shu hozir shu Xitoy konsulxonasiga o't qo'yib, kuydirgich bomba etib hozir 90 kunlik police custody shu hozir turmada shu 12 ayning 21-kuni sud ochilgan qadar hozirmi turmada ekan-ku. Shu bolaninki elchixonaniki oldida shu ishni chiqarishdan ilgari Facebook chiqargan bir narsani qarsanglarmi, shu mundaq sesib yotmayli. Ish bo'lmaganda u Xitoy diplomatlarini qaslab o'ldirayli degan gaplari bor. Partiyaga kirsa odamniki shu bu ideyasini shunchalik darajada o'zgartirdi deb so'zladim-ku. Shunga men kelgan tahdidlarni oldin YouTube kanallarımda bir yerlerde mushundaq so'zlab qo'yib, qistirib qo'yay dedim. Navoda kerak bir ish yuz berib qolsa deb o'ylayman qo'yimdi. Bir ishlar yuz berib qolsa shu partiya a'zolariga munosabatlik deb tushunsa bo'ldi vaqt kelgancha. Alloh saqlasin. Bizningki partiya a'zolarimiz natsistlar guruhiga o'xshash, natsistlarniki partiyasiga o'xshash shunchalik darajaga berib bo'lamiz-mi, lekin shu tarafga qarab taraqqiy qilib ketyapti. Hozirninki o'zida Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasini ayni vaqtda Gitler zamonida natsistlar partiyasiniki dastlabki shakllanishiga o'xshasa qachon qabul qilolmaysizlar. Shunga hozirdan boshlab aldirmay bir-birlab tushunchalarni o'rtoqlashgandan keyin anandagi asosda sizlar es qilib qolsa, ha, rost shundoq ekan deb o'ylab qolsizlar. Men buni 2 yil burun avval boshlagan, hozirgi bugungi ya'ni temasidan ko'rganinglardek shu zolimlar dasturi va Cumhuriyet Partiyasining butun muhojiratga kontrol qilish havoyi avsi deganning shu partiyaniki o'zniki materiallardan sizlarga so'zlab isbotlar bilan ko'rsatib inqimoqchi bu zolimlar dasturi degan hamda bir nima deymiz playbook deymizmi, tarixda o'tgan shu zolimlarniki. Masalan aytaylik, Gitler, Mao Zedong, Stalin, Iroqni 24 yil boshqargan Saddam Hussein shularniki shu butun qilib o'tgan yo'llarniki shu zolimlik darajasiniki shu yuqori palliga ko'tarilib eng vahshiy, eng kuchlik kontrol, hamma nimani kontrol qiladigan shundoq bir nimaga o'ringa chiqishi uchun shu playbook deymiz, shu bir dastur deb turay, endi zolimlar dasturi deb shuning ichida birdan taktikalar bor bularniki. Hozir Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasiniki qilayotgan ishlariniki dastlabki, ya'ni oldingi 3 yil jarayonida qilib kelgan ishlarida dastlabki ishlari shu dal zolimlar dasturi degan kitobning ichidagi qadam bosqichlarini bir-birlab qilib hozir mana Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler Partiyasidagi ichidagi odamlarga diqqat qilsanglar, ayni chog'dagi Germaniya natsistlar, o'zimizdagi Uyg'urlarning natsistlarga o'xshasam qabul qilib bo'lmaysizlar, qachon shu tarafga qarab ketyapti hozir. O'lish kuni yakshanba kuni men inkaslarni o'qib bir video qildim. Naq maydonga emas, shu burungi videolar, shu partiyaga munosabatliklar tushgan videolarni kamsidagi shu inkaslarni o'qib, partiyaga kirgandan keyin odamning qanday o'zgarib ketadiganligi haqida oshlarni
inkaslar, özlerinin ağzındaki inkaslar bilen sizlerge asla ispatlap beryapman qandaq özgürüp ketip bağanligini bularni. Eng aldı bilen 2 yıl avval men avazlıq oturup, ma Cumhuriyet Partiyasi mundaq qilib ketip baradu, bizga qanchalik ziyonliqken deb bir nimani videoni o'ziniki ovozini chiqarib qo'ydim, lekin bakchi qiliqi attention degan gapimga diqqat qilmadi, tashkilotlar diqqat qilmadi, qaysi davlatlardagi hatto o'zimizniki mening shu Kanadadagi Uyg'ur jamoati mancha bak diqqat qilib ketmadi. Mana 2 yil o'tgandan keyin qanday bo'ldi? Shu yerdagi hozirgi yuz berayotgan shu parchalanishlarni ko'rib, anan keyin asta tushundigan gap. Shuningdek, men shu burun aytganlarimni yana davomli isbotlar bilan yana shunday so'zlab bermoqchi. Bu deganlarim meni xo'sh qildig'ini hozir shu dedim-ku, asta ochiq oshkora u yerdan bu yerdan videolarimni ham bahallab deydigan fikrimni qo'llaydigan asta chiqyapti deb. Agar men birla odam hech ish qilolmayman. Partiya a'zolarining degan gapi biroz meni partiyani yo'qotib etolmaydi, hech nima qilolmaydi, biz kuchlanimiz degan Teraz güçleniyotidu, kundan kunga güçleniyotidu, kundan kunga qilib bizga qilayotgan ziyonlari og'irlashyapti. Men yolg'iz bir yerda bir narsa desam, bir ishdan o'tmaydi. Shunlashqa ifodanglarni bildirsanglar, bu partiyadan boshqalarningki o'zini azroq bo'lsa tortishga bir nimasi bor, bir foydasi bor. Shunlashqa bir yerlarda videolarimni ko'rsanglar, bahallab qo'yinglar, ish bo'lmaganda barmoq belgisini besib qo'yinglar. Bizningki muhojiratda yuz berayotgan yana bir ishimiz, bir qonlashmaydigan bir qilibimiz nima bo'lsa, birsiniki Facebook'dagi barmoq belgisi bosganlarni suratga tortiblam o'zining Facebook'ga qo'yib tillaydigan ish yuz bergan-chu. Shundan keyin bir-birsiga barmoq bergan chog'dimi? Mushundaq besib qo'yishimizmi alohida qimmatli bo'lib ketib boradi musha mushkullarda. Navoda biz o'zimizniki maydonimizni, o'ylaganlarimizni, qaysi fikrni qo'llaydiganligimizni aniq bildirib tursak, bu o'qimay qolgan yoshlar o'zlari shundoq gangirab qilib, aql bilan, hissiyot bilan ish qiladigan ish usulini-chi almashtirib qo'ydi. Mustaqillik orzusi deb bir tashkil quramiz deb bilimo ishki o'zlariniki materiallardan bir narsalarni rasmlarni ko'rsatib so'zlamoqchi. Shunday bir qurilmaning ichiga kirib qoladi. Ya'ni Kommunist partiyasiniki muhojiratda qurayotgan bir tashkiliy sistemasi bor, shuni barpo qilib, shuning ichiga kirib qilib chiqolmayotgan qarindoshlarimiz bor, qanaqa qilsam bo'ladi deb chiqolmayotgan qarindoshlarimiz bor. Tunegili so'zlagan vaqtimda Yaponiyadagi yosh bolalarni misol qilib berdim. U yosh bolalar hatto bir-biriniki kimning qaysining partiya a'zosi ekanligini uqmaydi deb o'zaro. Shunday bir xil yushurun shaklda masalan 3dan 4dan mushtaqiligi bir-birsiga kiralashtirib guruhlar bo'lib, shunday bir guruh tuzib butun muhojiratni shunday kontrol qilib tarab ketib boradi bu hozirchi. Undan keyin kirganki birinchi shu qasamdan keyin qildigan ish deganlarning oldingi videolarda ovozini olib ko'rsatib berdim sizlarga. Birinchi bo'lib kirdigan ishi qasamni berdi. Oqidan qanaqa qiladi? Partiyaning nizomnomasi bilan shu fikr birdahligi bilan birga bo'lmagan boshqa barliq tashkilotlar bilan munosabatini uzudi deb Xitoyniki maqsadi tashkilotlarni yetim qoldirish degandek maqsadlarini shu partiyalarning shu qurilma sistemini barpo qilib shunaqa ishga oshiryotdi. Men 2 yil ilgirki ovozini o'zi bilan paranglashgan chog'da degandagi o'ziniki maqsadi nurg'un maqsadlari bor. Buningki million dollarlik savdo maqsadi, pul maqsadi bor. Ma chet eldagi muhojiratni shundoq butun o'sha giralashtirib, bir xil to'rlashtirib, shoxlashtirib, bir xil sistem barpo qilib butkul muhojiratdagi Uyg'urlarni shuni kontrol qilish havoyi havasi deb oldim men buni. Sizlar hozirgacha tushunmayapsizlar, qanchalik darajada ekanligini tushunib bo'lmayapsizlar. Aniqchi mundaqaylik inkoslarni bildirib, bu o'zimizniki muhojiratdagi to'pimizni qo'g'dayli deydigan undaq nimaga kap bo'lamidinglar. Endi asosan nima qilib bu men bu opaqo'chi davridagi o'sha bo'linishlarni o'qishdiman. Muhojiratda qalami kuchli bo'lgan yozuvchi bir xonim bor, o'sha Torontoda. O'sha videolarimni ham bahrlab, Xitoyniki tarixidagi o'sha Subuida romani bor bu. Kinosini biz ko'rgan, ashnodagi Sunjanga o'xshatibdi. U shundoq yaxshi ajoyib o'xshatish bo'pti deb o'yladim. Qanday desanglar, Sunjang qanaqa qiladi? Shu Liangshantaga shu butkul nimalarni yig'idi-ku.
xalq orasidagi dаңlıq şəxslərin hammasını öz ətrafıga yığdı. Dəl hazır Necmiddin Şerifniki öz ətrafıga adamlarni yığatqaniga o'xshash nurg'un g'olliq odamlar ətrafıga o'tib bo'ldi. Birinchi bo'liblar mana shu dastlabki chiqqan vaqtda his qildinglar, shu ekranlarning o'zidan dedi. Ahmad Fidoyi qarindishimizning o'zi mana partiya a'zosi deb ekranda degan gap bor. Birinchi bo'lib eng cho'ng bir ekranimizni egallab bo'ldi. İdeyasını aştaq o'zgartdi. Hozir Ahmad apandim hozir qandaq shu Facebook'dagi bir nomsiz hisobotlar bilan o'zaro inkoslarda pas chiqarishib, shunday bir xil nim tarafga o'tib ketdi. Uningdan boshqa g'olliq a'zolardan yolg'iz faoliyatchilarimiz bordi. Yolg'iz namoyishlarni qildigan, shunday dаңlıq faoliyatchilarimiz o'tirib ketib ketdi. Kanadaning o'zidan misol qoldigan bo'lsak, bu yerda Ruqiya Turdish xonim bor. Men ilgari ancha bak his qilmaydim. Ruqiya Turdish xonimning u partiya bilan hech aloqasi yo'q, faqat qurultayga nima deymiz endi qurultay tarafda emas bo'lgandan keyin ularniki maqsadi birgan shunlashqa birlashibdi deb o'ylagandim, lekin hozir yaqinki menga kelgan Ruqiya Turdish xonimning inisining menga qilgan tahdidlari, qisval og'zini yum degandek gaplar bilan qo'shilib, andan keyin shu eng oxirgi Fidoylar ekrandagi suhbatlardan degan gaplardan aniq bildimki, Ruqiya xonim shu Kanadadagi partiya a'zosiniki Yushrun partiya a'zosi ekan. Aşını aniq bildim. Shuningki Yushrun partiya a'zosi ekanligini men ochiq oshkora bet degandan keyin texim ochiq gap ketibdi-da ularninki. Asha qilib bu partiyaniki bundoq qurilmasi ayni chog'da o'ziniki shu videosiga kirsanglar partiyaniki qurilmasi qanday bo'ldi degan joyda muztaq bor-ku. Bizning partiyarimizning qurilishi ustiga ko'rinib turg'ini, ya'ni biz ko'ra oladiganimiz aniq biladigan partiya a'zolari buningga degan ustidagi kichik qismi shu partiya a'zolarining biz ko'ra oladigan qismi. Haqiqiy qurilmasi muztaqniki dengizning ichida cho'kib turgan cho'ng qismi. Shu cho'ng qismida siz o'ylamagan insonlar bor uning ichida. Ben hozir elib aytgandek, men hozir jazmlashtiradiganim bir Ruqiya Turdish xonim ekan. Uningdan boshqa yana bir muncha, masalan shu hammasiga shu deyilgan gaplardan, ideyasidan, qilayotgan ishlaridan hammasini his qilib bo'ladi. Boshqalar his qila olamsizlar qilmam. Ya men dokumentary filmlarni ko'rib ketganligim uchunmi, yo mau Cumhuriyet Partiyasining siyosiy o'rganishini Necmiddin Sherifning o'zidan anglab ketganligim uchunmi, ishqilib boshqalar bilan paranglashsam yoki gaplarni anglasam da his qilib bo'ladi. Partiyaninki qurilmasi biz biladiganimiz faqat shu suning yuziga chiqib turgan kichik qismi. Onunki yıldız degan shundoq yo'g'on doirada dengizning ostiga cho'kib turgan shundoq cho'ng butun yer muhojiratga yer shardagi hamma yerdagi Uyg'urlar. Men oldingi videomda deb o'tdim-ku, hatto Taylanddagi tutib turish lagerlar nima bor-ku? Shumi turmaning ichida partiya a'zolari bor demoqchi. Shunchalik nima bo'lib ketdi? Küçülünüp, bağınsırı küçülünüp, teximu çoğun ziyan aldığımızda duruptu. Yani muhaciratdaki Uyg'urlar topuğa tushadigan ziyoni texim aldığımızda duruptu. Şunlaşqa mavu deganlarimni maxutum so'zlayver degan deb o'ylab o'tamay bir anglab qo'yinglar. Bo'libmi partiya a'zolari yaxshi anglanglar, aqlinglar bilan tushunib beqinglar. Nima uchun sizlarni ayolning gapini anglamanglar, videosini ko'rmanglar, YouTube kanalidan chiqib ketinglar deb ashundaq tashviq qiladi. Bir anglab beqinglar. Biz vatandagi chog'lardimi o'tir maktabda o'qiydigan chog'larimizda, to'liq o'tir maktabda o'qiydigan chog'larimizda o'zaro bir-birimiz bilan o'qigan kitoblarimiz, o'qigan romanlarimiz bilan baslashayotdik-chu. Shu chog'lardami cheklangan bir narsani bakrak o'qiydik. Shu chog'lardagi misollardan olsak, masalan, Yovu Kaptar degan bir asar bor. Hozir YouTube'larda mutab qilib bo'ldi. Uyg'ur akademiyasining to'r betidan bor, deyman, ovozli qismi bor, Yovu asar. Nima Yovu Kaptar degan asar. Shuni yozganlik uchun avtori hozir turmaga kirib ketgan. Undan boshqa Ona yurt romanining birinchi nashri shuni cheklab o'tibdi, hammasini yig'ishtirib o'tibdi desa, biz izlab yurib, hatto qo'lga yozgan materiallar bor, shu kitobni topshirib berishdan ilgari bizniki qo'lida yozmacha birinchi nashrni shundoq saqlab olganlar bordi. Ashaqiliqi cheklangan materiallarni bakrak o'qiydik. Hozir nima partiya a'zolariga mayli Facebook'larda bo'lsin, mayli WhatsApp to'plarida bo'lsin,
Meningki mushu chiqqan gaplarim chiqqandan keyin meniki mulohiza bir narsalarim chiqqandan ma xotinning bir narsani to'xtamay meni shu Xitoyga ishlaydi, Xitoyning odami deb tashviq qiladi. Mening gapimni anglamasin deydi. Nima uchun shunday tashviq qiladi o'ylab beqinglar? Şunlaşqa cheklangan bir narsani o'qinglar, anglanglar, ko'ringlar. Şunlaşqa mavu oldingi bir necha kunda to'xtamay shu o'zinglarniki siyosiy o'rganishdagi nizomnomasidagi gaplarni men bir yechib tushuntirib qo'yapman. Anglab beqinglar. Endi hozir boshlaydiganim nima desanglar, 2 yil burun o'ziniki o'z og'zi bilan degan gapini qaytadan bir samonlarga salmoqchi. Mavu Cumhuriyet Partiyasiniki maqsadi mayada qurilgan partiya tashkilotlarini bilish, parchlash, ularni buzib pachaqlab tashlab bo'lmaydi degan. Kanadadan bir dollar partiyasini qurdigu, qerichi yo'llar deydi. Bu odamnikichu sizlar ekranlarda ko'rganinglar bilan shundoq iliqi salobbatlik galstuklarni taqab o'tirib shundoq ko'rindigu. Amaliyotda buniki gaplar birinchi paranglashadigan bilasizlar, his qila olasizlar. Aşı tashkilotlarning ichidagi odamlarniki yomon g'aybatlarini, gaplarini qilganligi. Ayol deb o'ltamaydi. Ayollarning qanchalik bir narsani deb ketgani, har bir chet elga ketgan vatanparvar ayolning qandoq yomon gaplarini qilib kelganligini partiya a'zolari yana shuni davomli tillayversanlar, men neri-beri qilmay o'tirib, hammasini o'tirg'a qo'yaverman. Burunqisini shu 2 yil avval YouTube kanaliga chiqqan ovozim shu hozir men so'zlayotganim, hozir ovozini anglatganim. Kanadadan bir partiya qurildi. Ular ahmaydı, ular partiyaning nimaligini bilmaydi degan gaplari. Andan keyin ular ahmaydi, o'zining nima bilmaydiganligini o'z e'tirof qilmaydi. Shuning biz ularni pachaqlab tashlayotishimiz kerak degan gapni o'z og'zi bilan deyilgan gaplarni sizlar. Men 2 yil mundaq kitbardi, yolg'iz so'zlab ketdim. Anlamsanlar keyin qanday bo'ldi? Tashkilotlar o'zinglarga qanchalik ziyonlarni olib keldi, qanchalik inovatinglarni tushirishga urindi. Ziyon oshnaq bo'lib ketbardi hozir. Bir minutga yetmeydi, o'zining ovozini YouTube kanaliga chiqardim. Bu yerda qurilgan boshqa tashkilotlar, boshqa partiyalar deganlarni so'zildi. Ular partiyaning nima ekanligini bilmaydi, faqat "Menlam bilaman" deydi-da. Ular o'zining nima bilmaydiganligini bilmaydi, e'tirof qilmaydi. Ular qo'yib bersa, yana millatni 20 yil ahmoq qildi. Shunga ularni biz pachaqlab tashlab etishimiz kerak deb boshlaq degan. Endi meniki inkaslarniki ichida ba'zi qarindoshlar yozib qo'yibdi. Ayada andaqilqi Aral setib olamiz, o'tirg'a bayroq qadaymiz, ashundaq mustaqil bo'lamiz degandek gaplar bor. Shuningdek boshqa partiyalar to'g'risidami bir narsalarni so'zlab qo'ysangiz bo'lmamdi, qo'shib qo'ysangiz bo'lmamdi degandek inkaslar tushibdi. Men deyman, unda desam boshqa qurilayotgan boshqa tashkilot, boshqa partiya, boshqa hukumatlarni ularni bir tuan ko'rganimmi emas. Lekin ulardan unchalik cho'ng tahdidni ko'rmadim. G'oyat zo'r tahdid mushu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar Partiyasining keladi bizniki muhojiratdagi Uyg'urlar to'piga. O surgun hukumatningki saylovlarini ko'rib baxsanglarmi, noyda ko'p bo'lsa 20-21 odamdan bir davlat ministrini saylab oldi ekan. Ularning undaq cho'ng darajadagi undaq nemisi yo'q. O ish qilib qo'lidan kelgani bo'yicha bir ishlarni qilib ketayotibdi, ish qilib. Men ularning ichiga undaq nim qilib baxmadim. Men o'zim amaliyotda yuzaki ko'rayotgan narsalar mashunda. Meningki da'vatqanim haqiqiy tahdid. Bizningki Uyg'ur muhojiratdagi to'qqa haqiqiy keladigan tahdid, ya'ni Mavun Najmiddin Sherifningki qilayotgan ishlari, mushningki partiyasi, partiyaga odamlarni akirib hozir odam a'zolar, o'sha a'zolarniki yozayotgan inkaslari qandoq bir mijoz xarakterninki qandoq o'zgarib ketganligini mundaq solishtirsanglar, shu
Dokumentary filmlarni ko'rganmisizlar? Shu nimaninki Yahudiylarninki qirg'inchiligidan saq qolgan, amon qolganlarni ziyorat qilgan dokumentary filmlarni ko'rsanglar, Natsistlar partiyasidagi kishilarning rasmlarini share qilib turib, ashlarni ko'rsatib turib, o'zlarining o'ylaganlarini deydi. Natsist partiyasidagi odamlar, harbiy kiyimlar, erlar, ayollar qatorasi harbiylarning rasmini ko'rsatib tursa, qarmoqqa ularniki hammasi shundoq kulib turgan rasmlar, bir to'p odatdagi normal insonlar askeri nimalar deklam ko'rindi deydi. Amaliyotda ular bo'lsa har bir rasmning ichidagi har bir odam monster. Alvasti bir odamni o'ldirsa, 20-30 100 odamni o'z qo'li bilan o'ldirsa, ularda hech qanday bir jinoyat tuyg'usi, gunohkorlik tuyg'usi yo'q. Ashundoq bir to'p alvastilar monster deb tariflaydi shularni. Hozirgi Cumhuriyet Partiyasiga ichiga kirib ketib qolgan yoshlarninki o'zgarib ketib qolganligi, ularninki so'zliklarini o'zgarib nima qilib ketishi, tuyuqsiz ashundoq mijoz xarakterlarninki o'zgarib ketishi degandeklarmi butunlay shu Cumhuriyetçiler Partiyasining ichidagi siyosiy o'rganishlarninki ta'siridan aralashgan odamning beshidagi agishayotgan rahbarining ta'siridan ashundoq bo'lib ketib boradi. Bu bo'yicha ketaversa pek xatarlik. Facebook'umga chiqib men bir narsalarni qilay. Ham baharlay sizlarga keyin davomliq ma'o tarixdagi misollarni ele olaman. Facebook'umga qarasanglar bir nechanglarga rahmat aytib olay. Facebook'dagi Mahmudjon Uyg'ur Kanadadagi qarindoshimizga deyman. Sharqiy Turkistonda munda partiya ayishib qolib mustaqil qilayotgan gap deb yozib o'ziniki o'ylig'ini ifodalab bildirib qo'ygan. Men aytib xush bo'ldim. Shunda ovozlar chiqishi kerak-ku. Tanqidiy ovozlar chiqishi kerak. Men yolg'iz hech ish qila olmayman. Bir ayol kishi bir nimani o'rgata olamdi, bir yo'q qilib olamdi, bir yo'g'on partiyani. Qanchalik odam, qanchalik kuchlik haliqi muzdag'niki ustidagi ko'rib biz kichiklik qismini ko'rman dedim. Bu uningki qanchalik g'oyat zo'r shundoq to'g'rini shakllantirib qolganligini. Men shundoq cho'ng bir narsani qila olmaymanmi? Yolg'iz bir ayol kishi shundoq bir so'zlab o'tirib, lamashdan nima qilib olamdi-ku. Ammo ta'sir qila olmayman. Shu ta'sirni cho'qmaytish uchun mana shuningdek Mahmudjon Uyg'ur degan qarindishimizdek Olim Ismoil, Elyor Qosim bunun Xitoy kompaniyasi aniq shu yechib beribdi. Xitoy kompaniyasining Uyg'urcha nusxasiga o'xshaydi ekan deb. Hozir share qilayotgan screen chiqyapti, chiqmayapti. Qaranglar. ifodanglarni bildirishinglar kerak. Anandan keyin men so'zlab chiqqanim ozroq ta'sir kuchi, texmi cho'ng ta'sir kuchi bo'lib, muhojiratdagi Uyg'ur to'plarimizni saqlab qola olamiz. Ashundoq bo'lgunchiliklarni oldini ola olamiz. Yana nurg'un yoshlarimizni avningdek narsistlashib ketadigan bir partiyaga buning keyingi bek xatarligi navodi kerak shundoq taraqqiy qilib bir narsist partiyasi bo'lib qolsa Uyg'urning tarixidagi yana bir biz hozir qanchalik tanqidlaymiz, Never Again degan narsistlar partiyasininki qilgan shu yahudiylarni qirib yo'q tugatganligini, shunga o'xshash Uyg'urlarning ichidan bir narsist partiyasi chiqib qolsa qanaqa bo'ladi? Hozir degan gaplarimni endi qabul qila olmaysizlar. Men yana davomli shundoq amaliy isbotlar bilan so'zlash jarayonida andan keyin yana 2 yil o'tgandan keyin men ilgari 2 yil burun so'zlagan chig'imda diqqat qilmadim. Shunga o'xshash hozir yana 2 yillar o'tgandan keyin narsistlashib ketib qolganini shu chog'da his qilib qolsa, shundoq tayyorlik ketaversa. Qani, yana bir ifodalanishi, bundaq o'ylig'inglarni ifodalasanglar, ta'siri kuchini qaranglar. Xitoy kompartiyasining Uyg'urcha nusxasigan kompartiyaning qasamnomasini aynan ishlatibdi. Aynan men bir yig'i so'zlamadan meni nima tilaysizlar o'zinglarniki qasamnomasini ko'rsanglar ajab bearam bo'lib ketadigansizlar ya. Birdan bir ig'iz jumlalardan tatib o'xshash bo'ldi. Men o'zim gap qilmay og'zimni yumib olib, o'zinglar o'ylanglar deb chiqarib qo'yib kichik 2 minutlik videoga o'ziniki nimasiga o'zinglar ochilib ketadigansizlar. Qasamnomasi aynan ishlatibdi, josus partiya degan gapni biz boshqalar ularga bo'htam chaplaganlikmi ishmi emas, naq o'ziniki o'zining ekrani, o'ziniki og'zi da deyilgan gaplar. Jasuslik qilganini, boshqa tashkilotlarga odamlarni ish yo'liga kirgizganligini, nurg'un odamlar masala borligini bilsa-mu,
Yana bir qism Uyg'urlar ahmoq bo'lishib yurishdi. Olchi, uchi, buchi deganlar hammasi qo'shilib shu hozir shundoq shu chet ellikka maxsus shundoq Cumhuriyetçi Partisining kani Ahmad Bidoyning chet eldagi Xitoyga qarshi amaliyotga qilgan tashkilotlarga ziyon fitna urishilib bordi. Xitoyning chet eldagi lalmi ishlar edi. O'zlarining mushunaq qiliqichi Xitoy bilan bir saptik bo'lib ketib qolganligini o'zlari his qilmaylar, partiyaga kirib o'zlari his qilmaylar, mushunaq o'zgarib ketdi bo'larchi. Xuddi Gulshan Abduqodir xonimniki yozgan yozmasidek, qani ko'stay. Bu Cumhuriyetçiler Partisi a'zolarining yozgan inkaslari haqida deb masalan qaranglar. Berfin Rose deb bir ism kirgizibdi. Men o'lishgun qachon so'zladim? O'sha o'lishgun bir narsani so'zlagandan keyin darhollam shu kuni 2022-yil 10-oyning 16-kuni YouTube'dan bir akkauntni ochibdi. Voy, Guli degan sarang. Yana bir nima ashaq shuchu yangi akkaunt ochib maxsus ashaq odam tanlaydigan Cumhuriyetçiler Partisiniki voy, ketdi. Cumhuriyetçiler Partisining a'zolarining ashaq maxsus vazifasi bor. Odam tanlaydigan o'zaro yig'in ochidi. Yığın içip hücum kılınlar deydi. Bu mening ağzımdan çıkan gap emas, başka bir kimlerning ağzından çıkan. Bizning ichimizda bir yig'in bo'ldi. Sizga nimanda qo'yishdi deb bir kimlarni tilatqizmoq shu hücum qilgan plan qilganligini boshqa bir yerlardan anladim. Qaranglar. Ashundaq bir ishlar bo'lsa, shundaki yangi hisobotlarni ochib, yangi hisobot ochib odam tanlashni boshlaydi. Shunga deyman, men YouTube'ninki YouTube'ga chiqinglar deb so'zlayman. Men Uyg'urlarningki YouTube'chiligiga taraqqiy qo'shajib, Uyg'urlarni ochqay deb men YouTube'ga nurg'un odamni qo'shdim. Hech bo'lmaganda shundoq odam tanlaydigan bo'lsa-mu YouTube'ga yangi akkaunt ochib YouTube'da jiqlaydi. Ben hamda shu Uyg'ur YouTube'chiligidagi bir nimani shuningga bir kuch chiqarib boqay deb ana tildagi o'sha videolarni ishlab chiqqandan keyin Facebook o'xshash qilgim kelmadi meniki. Hate speech odam tillashni u so'z erkinligi deb qarasa qo'ymaydi. Shunlashqa shu odam tillaydigan gaplarni hammasini censored qilib, shu YouTube'niki bir narsa qilib qo'ygan. Shunlashqa anadek odam tillaydiganlarni YouTube o'zi avtomatik tutib qoldi. Men xohlasam ko'rman, xohlamasam ko'rmayman. Shu tutib qo'yadi. Faqat o'zinglarlam ko'ra olasizlar u yozgan inkosinglarni. Chunki men shu Uyg'ur YouTube'chiligini bir nima qilib boqay, bir sog'lom bo'lgan bir Uyg'ur o'sha kanallari bor bo'lsin deb inkoslaqimi ashundoq. Shunga mendan demokratiya talab qilmoqlar masalaniki bir rahbaringlar emas, men faqat bir YouTube'chi, mushtaq o'zimning YouTube kanalimga chiqib so'zlaydiganim. Shunga inkoslarni o'chirib degandek undaq mendan undaq cho'ng demokratiyadan mendan talab qilmoqlar. Endi bayaqi gapimning oxiri Gulshan Abduqodir xonimniki so'zlarmayediki gaplarini anglab qaranglar. Keyingi mazmunimda so'zlayya. 10 ming kishilik plan bor bu Uyg'urlarni 10 ming Kanadaga ko'chmay yerlashtirishda. Aslında maxsus so'zlaydigan bir programmam bor. Shu chog'da mayjig'illarni so'zlashganlarni Kanadadagi gaplarni shu chog'da so'zlay. Gulshan Abduqodir xonimniki ma'gibga qarab yiqinglar. Mening videolarımda şahan baharlab, o'zinglarniki o'ylaganinglarni ustiga yozib, boshqa qilganlardan men xush bo'ldim. Alohida rahmat aytaman. Bayaqi Mahmudjon Uyg'ur qarindishimiz, Gulshan Abduqodir xonim, Aliyar Qosim va Olim Ismoil qarindoshlarimiz mushada ish qilib shu o'zining o'ylaganlarini yozib yetibdi. Dedim-ku, men yolg'iz bir kishi hech chiqib qolmayman. Amaliyotdan ovoz chiqsa, andan keyin biz o'zimizniki Uyg'ur to'pimizni qo'g'dab qola olamiz. Bir odam vatansiz, vatanini yaxshi ko'rmasa, men Kanadada yashayman, 10 yil bo'ldi men kelganda o'zim bir Kanadalik deb qaragandik. Musha Kanada mening vatanim, ikkinchi vatanim musha shu. Kanadadagi barliq Uyg'urlarning ikkinchi vatani shu Kanada. Kanadadagi cho'ng Uyg'ur to'piga bundaq ziyonkashliklar olib ketib qolsa, parchalashlar olib ketib qolsa, bo'linishlar bor bo'lsa, meni kichim pushti. Shunashqa chiqib so'zladim. Voy bichora deb yozib qo'yibdi bir qarindishimiz.
Mən sizlərning bichorliginglarga mening ichim og'rib ketib bordi. Qanday o'zgarib ketib borsizlarkin tong. Inkas yazsam chiqmaydi, chiqadi. Chiqyotidi-ku. YouTube'da chiqmay qoldimmi ya? Bu naq maydon taqtish qanaq bo'ldi deysanglar, men hozir so'zlayapman-ku, taxminan 10 sekund farq qiladi. Hozir ko'rayotganinglar men so'zlab bo'lib 10 sekunddan keyingi gaplarimni anglayapsizlar. Andan keyin yarim soatdan uzunroq, yarim soatlik, 1 soatlik bo'lgan programmalarim bu naq maydon taqtidigan yumshoq detaldan YouTube'ga yuklanib bo'lishlik bir mezgil ketadi ekan, shu mezgilda chiqmay qolishi mumkin. Rokiya Turdishning partiya a'zosi deganingiz kelib ketibman. Obdan beshdagi gaplarimni anglab beqing. Atogin tehditlarni qo'shib chiqarib qo'ymayman, nimalar deganligini shundan es qilib oldim-da. Boshqasini demay turay, hozircha birini dedim-ku. Partiyaning qurilmasi shu-ku. Hamma yerda uyushurun ish qilsizlar-ku. A'zolaringlar uyushurun. Subuyda romandagi 108 atamanni Liangshan ko'liga to'plab Kinankin podshohga taslim qilib berdi. Hozir bo'layotgan, yuz berayotgan ishlarni o'ylab boqaylik. Men o'zi bilan bir aloqalashib, mushu to'g'riliq so'zlab bera olamsiz deb bir taklif berib boqaynim deydigan bo'lsa, shunday bir suhbat qilsak, partiya to'g'riliq so'zimizmi, shu Subuyda romandagi bir ishlarni bir ko'r so'zlab bergan bo'lsa, o'zimizniki amaliy ahvoliga tatbiqlab shu joyda eski baqsaq, o'ylab baqsaq demoqchi. Qani taklifimni qabul qilamdi, bir o'zim aloqalashib boqay, bir suhbatlar bo'lsa yaxshi deyasizchu. Yaxshi suhbatlar o'rlashtirib chiqroq mumkin bo'lgandan keyin bu sarang ovozlarni qo'yayotdim bu. Yana qo'yman davomli. Yesa inkasni mana shu chaqda anamnigan qanday nim qilsizlar ekan. Shu chaqda o'zinglarning rahbarini qanday nim qildi ekansizlar ekan. Kanalınızı oluşup bakın da davamlı beşimden qatқан мұштап Najmiddin Sherif күнде жырлайдыған deyman ғой. Нем ешкім мұшы қыз балқы şu нем қылып партияға ol кірім деп нем қылғанды мән деп кеткен доқ үшін. Nurg'un materiallar бар. Ayolniki ovozini chiqardim. Bu tashkilotlarni parchalaymiz degan ovozini chiqardim. Hammasini aynan ko'rsatib berib qo'ysam sizlar. Gaplarni qilib yana bir anlayman. Şularni chiqib tashlash kerak. Boshqalarning hammasini buzib tashlayman deydi shu. Oshundoq ovozlarni aniq o'tirib qo'yib bersam, yana o'zinglarniki shu odamning kentin kirib shuni nim qilib deb. Uchu opa xo'ja bu Gulshan Abduqodir xonimniki o'qishim intayin to'g'ri o'qitish. Uyg'urning ichidagi Sunjang şu Najmiddin Sherif şu. Şu xalq orasidagi şu cho'ng atamanlar hozir atrofiga birdan yig'ib dedim, qo'y peshida dastlabki shu ekran naq maydonga bir kim telefon qilib so'ragan joyda hozir sizlar partiyani yangi qurdinglar, partiyaning a'zolari kimlar?
Özünüz yalğızlan partiya əzasımı, yəni başqa barmı degan çağda Necmiddin Şerifniki cavab verişim. Mana Ahmad Fidaya qırınışımız oturubdu partiya əzası deb başlaq degan. Ana degan qana qıldı. Özüge çoqunuşni bir şundaq muvaffaqiyetlik halda bijirib aldı ekan, vücudga chiqara oldi ekan. Qaranglar, men sizlarga shuni aniq nima qilib beray hozir. Share screen. Videonun özünü gösterip koyma, sizlarga nima deydi ekan, özünü qandaq tarixda o'tgan zolimlar bor-ku. Avval shunaqa misol olay. Masalan, kim? Saddam Hüseyin 10 yıllar aşı atrafıga adam toplab, özünü qollaydiganlarni, mustaq özünün qurumasini barpo qilg'ichlik 10 yil ketadi o odamga. Andan keyin bir kun aşı rasmiy nima qilgan chog'da, tayyorlik qilib ketgan chog'da shu hokimiyat beshidagi odamga sen qiyirib qolding. Bo'ldi endi nima pensiyaga chiqmasang bo'lmaydi deslam, do'q atrofini dangsab yiqib islam chiqib o'ziniki bosh rahbarlik o'rnidan chekinganligini e'lon qilib jimjit siyosatdan ayrilgan. O'rniga Saddam Hüseyin chiqqan. Saddam Hüseyin chiqqan chog'da shu ashundoq uniki propaganda nimalari o'zini Alloh tarafidan Iroqni boshqarishga mangulik boshqarishga evatgan bir rahbar deb Iroq xalqiga shundoq tunishtirgan. Iroq xalqining kallasimichu shu chog'larda shu butun ishqi hissiyoti bilan eng yaxshi odam, Iroqni yaxshi kunga erishtirdigini shu deb Saddam Hüseyinga, navoda Saddam Hüseyinga qarshi qilganlarni shunda qo'rqinchli bir hikoyalar bor uninki amaliyotda yuz bergan. Bir xil qo'rqinchni boshqalarniki nimasiga selib turib hokimiyat boshqardi. O'zlarininki oilasining ichidagi kuyovlig'ini rahm qilmaydi, ikki kuyovlig'ini o'ltirib yetib, ikki kuyovlig'ini boshqa davlatga qochib berib, panohlik tilagan chog'da o'zininki shu Saddamninki hokimiyati to'g'risida ochiq so'zlagan chog'da qizlarni chaqirib kelib, endi aldab keldi, qaytib kelsanglar sizlarni nima qilamiz deb. Apu qilayotimiz deb. O sirtdan qaytib kelgan bolalarlam qizlari andan keyin kelib ularni majburiy yo'lishini ajrashtirdi. İki kuyovlarni o'ltirib, o'ltagan jasadini putidan og'amchiga bog'lab qo'yib, butun shaharning ichini aylantirib jasad bilan shu ikki jasad. Butun Iroq xalqiga navoda menga bo'ysunmasanglar, oqibatinglar shundoq bo'ladi deganni. Shundoq bir zolim kishi o'zini qandoq o'tirg'i chiqargan desanglar, Alloh tarafidan evatilgan men bir o'sha Iroqni boshqarishga, mangulik boshqarishga evatilgan rahbar deb 24 yil Iroqni so'raydi. Iroq hammani kontrol qiladi. Hozirgi Necmiddin Sherifninki butun muajiratda qurayotgan sistemasining ichidagi yana bir-birsiga josuslik qilish, bir-birsini nazorat qilish sistemasi ayniqsa Saddam davridagi o'sha 80-yillarda Iroqdagi kishilar hatto balasi ota-onasini nazorat qiladi. Shunlashqa Arxutullo odatda paranglashgan chog'da o'ziniki o'ylisiga chiqib berib, yaqin o'tirib ajroqda radioning ovozini yuqori qilib qo'yib, pichirlashib gap qiladigan. Bizningki hozir mushtabda izchillar tashkiloti deb qurildi. Buningga kichik bolalarni a'zo qilib, bola partiya a'zolarimiz barliq kelib ketib boradi. Hozir har qaysi ona til maktablarida partiya a'zolari bor. Bolalaringlarni o partiya a'zosi qilib, uyingdagi gaplarni to'shitqizib, aşı Saddam Hüseyin şu zulmetlik aşı aşındaq bir narsani hozir barpo qilishniki dastlabki bosqichida bu partiya. Qanday tushuntirib amaliy misollarni tadbiqlab qilib bo'lamdim bilmadim. O'zining gapini anglab beqinglar hozir qo'yay. O'zining ashundoq Alloh tarafidan evatilgan Uyg'urlarni mustaqil qilib beradigan ashundoq birsi deb tunishtirganligini. Saddam Hüseyin emas, har bir chiqqan zolim o'tirg'i chiqib o'zini shundoq ilohiy kuch deb qaraydi. Xalqqa shundoq singdirdi. Shimoliy Koreyanikini misol olaylik. Hozirgi Kim Jong-unning otasining ismi nima? Kim Il Sungma. Shundoq shu tug'ilgan chog'da qish fasli tuyuqsiz bahor fasliga aylanib ketib tikanmish, gullar ochilganmish, ko'k osmonda tuyuqsiz ikki Hasan Hüseyin paydo bo'lganmish degan shundoq rivoyatlar bor. Shunga ishonadi kishilar. Hozir bu Necmiddin Sherif şu o'ziniki ismi, bolamning ismi Samo, mening ismim Necmiddin Sherif, hammasini qo'shsak ko'k osmon, ay, yulduz, mening ismim shu
Sharqiy Turkiston vatanimizning bayrog'i chiqadi desa, ashuna nurg'un kishilar subhanalloh, subhanalloh deb qarab o'tirasizlar. Oppoq ho'ja davridagi shu bo'linish nazar qilyotidi. Davrimiz, tariximiz takrorlanyotidi. Men o'znikidan so'zlay, o'zniki ovozimda men so'zlab berib ne qilgandan ko'ra o'znikini qilmoq qaranglar. Video file share qilib degan gapni olinglar. Shunga subhanalloh, subhanalloh. Vatandan qanday chiqdingiz? Alloh meni chiqibdi ekan deydi. Boshqalarning duosi bilan men shunday chiqdim deydi. Mushu ishga yaratibdi ekan, vatanni mustaqil qildigan meni yaratibdi ekan degan o'tirib qo'ydi. Ashunday bir ilohiy kuchni uchun har bir tyrant deymiz, zolimniki tutqanligi birdan yo'li bor ularniki. Shu qadamlarni bir qadamdan besyotidi. Bu partiyaniki qilayotgan ishlari. Mana o'chirayday, stop sharing. Video file o'zining ovozini olib beqinglar. Firavunning qasridan chiqqan Musa alayhissalom deb tanishtirgan o'zini. Ashuna gaplarni sizlar bilmadinglar qachon? His qilmadinglar. Video file nimishga ochilmaydi? Video file açılmaydı-gu. Ben bütün şu share screen'in hamısını qilay, videoni ambahlayamayman. Plan qilganimdek bo'ldi-gu, yana ichi kirgizilmay qoldi. Share screen, entire screen deb qo'ya. Yana bo'ldi. O'zining qandaq bir ilohiy kuch tarafidan mujoratga ochiq qo'zg'alligini tamom. Misha turib. Aldın yana bir qarindishimiz savol sordi. Partiya a'zosi yolg'izsizlanmadi. Mana Ahmadcha afandim o'zingizning partiya a'zosi. Partiya a'zosining optik shaklda o'tirib chiqadigan bir programmasi yoki bir nima bo'lsa, uni diqqat chiqib biz hammadan videoning o'zini ko'rsatilgan bo'lsam yaxshi, ovozini angladinglarmi? Ahmad Bidoy qilinishimiz partiya a'zosi, avu ekran shu Cumhuriyetçiler Partiyasining ekrani. Ma Alim İsmail qilinishimiz boshqa yozib qo'yibdi-ku. Partiyaniki kani deb yozib qo'yibdi. Yana birini ko'rsatay. O'zining qandaq bir ilohiy kuch bilan chetelga chiqqanligini. Çünkü insanlar sizden kandak adam ekanligingizga guvohlik beradigan bir kimlik bilan qanday siz sog' salomat holda Firavunning ordusidan qochib chiqqan Musa aylandingiz degan bir savol chiqdi. Bu yerdagi savollar burunqi ekranlarga, yaxshi suhbatlarga diqqat qilsanglar bo'qu, hammasini oldin o'rinlashtirib olgan gap bular. So'raydigan savolni motivin qiluvchilarga deb berdi ekan bular. Hozir men degan gapga qaranglar. Qanday qilib Firavunning ordusidan qochib chiqqan Musaga aylandingiz degandek bir gapi. Çünkü insanlar sizden kandak adam ekanligingizga guvohlik beradigan bir kimlik bilan qanday siz sog' salomat holda Firavunning ordusidan qochib chiqqan Musaga aylandingiz degan bir savol chiqdi. Men o'zim bo'lishim mutayin, balkim mumkinchilik bo'lgan javobni bersak o'rtoqlar. Mumkin sen qanday qaraysiz? Xo'sh. Balkim men haqida duo qilgan kishilardan birasining duosi javob olgan bo'lishi mumkin. Onun sallamla deymiz. Da paraqlıq bunu. Hem de özüm bu nurgun kuch sarf qildim bunga. Eng muhimi Xudoyim oson qildi. 2016 9-oyda menimcha chet ellik Uyg'urlarning xeyli ko'p qismi 2016 9-oyda chiqqan. Buni chet ellik nurgun odamlar tushunmaydi. Men emas 20 yil 30 yil turib yotgan qarindoshlarimiz to'g'ri masalan Abdulaziz qarindishimiz Turkiyada turdigan shu muddatsiz kelib 20 yilda turman tugitib chiqib ketgan Turkiyada yashayotgan shu. Kim? Abdulaziz Payg'ambar qarindishimiz va Uyg'on ahli Turkistonda kitap chiqqan. Shoir. Boshqa bizningki deb o'tgan shayarliq niyozda qolgan daqiyan turimiz 10 yil yotgan, boshqa Afg'onistonga kelgan Osmon Qorining she'ri bo'lib 10 yil yotgan qarindishimiz Istiqlolda guvohlik chiqdi. Boshqa qarindishimiz Turkiyada yashayotdi, so'ranglar o'zini qanday qadamda. Sulton Qori men tunji qadam turmga kirgan vaqt yo'qlab kelgan hozir Qatavullah shahar o'lma mahkamasining raisi. Mening dadamning o'quvchisi bo'ldi. Ashundan so'ranglar o'zini qanday qadamda. Men shu lo'ji so'z vaqtda, men shu tarix turmizda o'zgarayotgan vaqtda qarindoshlarimiz yo'qlab kelayapti bizni.
Bir telefon kelib qoldi men aytildi. İsmini tilga algan qarindoshlarga diqqat qilinglar. Buningki turmadan qandoq chiqqanligini so'rsa, suhbatning ichida ishtik o'tkazib ketibdi. Andan to'y turmada yotganlarni palonchilar hozir chet elda yashayotidi deb mandaq deydigan gap. Qandoq chiqdi? Men Najmiddin Sherif kim to'g'risida o'zining qaltisidagi ajdod jamoat hammasini qo'shib so'zlaydi-ku. Ashunga o'xshash men yana bir maxsus shu programmada bir nim qilmoqchi qaranglar. Kim desa shu hozirgi zamonimizdagi Appa xo'ja yoki hozirgi zamonimizdagi shu Uyg'ur Sunjang atrofiga shu kuchli odamlarni yig'ib cho'ng bir ashunaq sistem barpo qilib Kommunist partiyasiniki chet eldagi bu partiyasiniki ichiga shunday o'z tushunib bo'lolmay men eng aniq desam shunchalik deyalaydi ekanman. Shu Sunjang qandoq qilib xalq orasidagi donliq kishilarni Liangshantiga yig'ib qiladigan bo'lsa, hozir bu partiyami shunday qilyotidi. Likuylar bor-ku, esinglarda bormi? Bizning likuylarimiz bordi Amerikada. Qandoq o'zgarib ketdi? Qandoq bo'ladi shu sistemaning ichiga kirib, Alloh bilir qandoq bo'ladi keyin. Alloh tarafidan muhojiratga chiqarilgan shunday bir ilohiy kuch, duolar sababli chet elga chiqib, mustaqil qilib beradigan adam mushuga. Ayam bir degan gapimni o'zining og'zidan anglanglar. O'zining ismi, o'g'lining ismi, hammasini qishib, bolamning ismi Sama, osmon degan gap, osmondagi ko'k, oy, yulduz chiqsa, Sharqiy Turkistonningki davlat bayrog'i chiqadi. Mana men Alloh tarafidan evatilgan mushu hozir muhojiratda Sharqiy Turkistonda mustaqil degan odam men deb o'tirg'i chiqdi. Bu zolimlarningki qiladigan birinchi qadami shu. Eng oldi bilan o'ziga ishondim, men shu ishni qila olmayman deydi. Sening dushmaning mening dushmanim, sening orzuying mening orzuyim. Men o'tirg'i chiqdim, men shuni qila olmayman deb chiqdi zolimlar dasturi deganiki birinchi qadami, birinchi taktikasi. Ashundoq chiqdi bu hozir. O'zining ovozi. Ishonmaydigansizlar, so'zlab qopti deb. Ayolimiz baranızda hiç çıkamısın diye kadar gap. Ben ayolımni hiç kalıp Amerika'daki ayolımın ismi Qalbinur. Oğlumun ismi Sabaydan ölüp ketken enemnin ismini koygan Sabaydan Sherif Qarloq pasportu da var. Kanada'daki işte oğlumun ismi birisinin ismi Samaydan Qarloq, birisinin ismi Zilaldan Qarloq. Hem de Sama deb isim qo'yishim bizning davlatimizning ko'k osmon yulduzlik bayrog'imizdagi ko'k osmon. Mening ismim Najmiddin Yulduz, otamning ismi Qamariddin. Ko'k osmon ay yulduz anandan chiqadi. Osmon Sama, Najmiddin Yulduz, Qamariddin ay, shundan uchimizning ismidan ko'k osmon yulduz bizning davlatimizning bayrog'i chiqadi. Subhanallah. Ey subhanallah. Men bular ega chiqib, ammo masala ega chiqqandan gap balkim mening iqtisod gapni anladinglarmi? Endi qaranglar, partiyaga marhamat degan qo'shiqni o'qib beray. Va u shaxsga cho'qinishqa. İzdab yurman qarindosh ozodlikning yo'lini, ilib keldi Najmiddin islohotning ulini. Ozodlikqa yo'l echish aslida ta'sidi to'g'risini topolmay to'kdi millat qanini. Biri chiqdi, birining xatosini to'g'rilab qamlashmasi g'oyida millat rizqini o'g'irlab, shu vajidan izlanib boshqa turganlar bektular, xalq qoyil bo'lmag'ach tarqab ketdi to'ptular, lekin ma'yus bo'lmangsiz bizga umid parladi. Nuqsonlarni yekillab, to'g'ri yo'lni tanladi. Nami onun bilivelim Cumhuriyetçi Partiye qeni kiring ichiga qoyil bo'lib qolsiz to'g'ri yo'lni topdim deb nomzodlikni olsiz mustaqillik davada partiyasi ish bo'lmas inqilobning yo'lida irodamizni hech buzilmas shuni taklif etayman partiyaga marhamat sabdosh bo'lib siz bilan yaratimiz karomat azod qilsak vatanni bizda qolmas nadomat Cumhuriyetçiler Partiyasiga marhamat qiling hayotingizni inqilobchi sabdoshlar bilan tanishing iz qaldira olasiz Mushunda qo'shaqlar o'tirg'i chiqib Najmiddin Sherifniki hozir degan gapga qaranglar. Qamariddin dadasining ismi, o'zining ismi, bolasining ismi, ismdan ashundoq bir
dedim go, burunqi zalimlar maşındaq bir ilahi güçninki ta'siridan, ilahi güçning muştaq evatilgan deb xalqqa shuni ishondirdi. Ham bizningki bu islom diniga e'tiqod qilgan biz millat bo'lgandan keyin mushundaq bir tasaddubilik yoki bu tasaddubilik deymiz, nima deymiz endi? Shu Alloh yaratgan Alloh mushtaq qilib bo'pti, men mishinay ha. Lekin mushundaq ilqi apa xo'janinki apa xo'ja qanday qilgan kitoblarini o'qigan bo'lg'aytinglar. Apa xo'ja o'zininki muridlariga nima deydi desanglar, "Ey muridlarim, beshinglarga oq shapoq to'pini kiyib olinglar. Jannat bilan do'zax ayrilgan eshikning oldida, jannatning eshigining oldida men sizlarni tunib olayman, beshinglar bana shapqinglar qarab" deb aqtaqliq qartaqliq bo'lib ketadi-ku. Ashunga o'xshash Najmiddin Sherif o'tirg'i chiqib, shundoq Alloh tarafidan evatilgan bir mo'jizalik kuchning tarafidan evatilgan turmadan shundoq chiqa olgan biz o turmaga odamlarniki pasport ko'chirgan chog'da jinoyat qilgan isbot bormi yo'qmi degan bir isbotlarni o'qiganchining o'tishga yugurib juratdiq. Bu Najmiddin Sherif bir amallar qilib chiqibdi, ha bo'pti. Aniq javobini bermabdi, ha bo'pti. Chiqib anandan keyin men shundoq bir xosiyatlik duolarniki sababidan chet elga chiqdim. Partiyam Xudoyim meni shu partiyam shu ishni qilishga yaratibdi. Mustaqillikni hammamizningki nishoni mustaqillik deb dedim-ku. Zolimlarningki birinchi qadami believe in yourself. Eng oldi bilan o'ziga ishonish kerak deb, men qila olmayman deb o'tirib chiqqan odam shu. Sening dushmaning mening dushmanim, Xitoy bizning dushmanimiz deb qo'ydi. Og'zida. Anandan keyin 5 dushmanni turg'izdi o'zimizning ichida. Sening orzuying, mening orzuyim. Biz hammamiz mustaqillikni orzu qilamiz. U mustaqillikni orzu qiladi, shunlashqa dushmanim, sening dushmaning, mening dushmanim. Sening orzuying, mening orzuyim. Men shu ishni qila olmayman. Ashundaq bir xosiyatlik duolar sababdan o'tirg'i chiqdim. Fir'avnning sarayidan Musa bo'lib qutulib chiqqan deb mundaq qilib, hozir bir qo'shiqni o'qib berdim. Hamda yana bir anglanglar. Yana bir nima debdi desanglar. Najmiddin Sherif Damollamning navrasi. Ey suyimlik millatim, ey ezilgan xor bo'lgan millatim. Tarix sahnasidan butunlay yo'q bo'lib ketish yoki tashkillanib tajovuzchiga qarshi kurash qilib, o'zining izzat hurmatini saqlab qolish orasidagi hayot mamotliq tanlash bosqichida g'arab qolgan millatim. 3 avlod Xitoy tajovuzchilariga qarshi turgan, bizningki Fir'avnning o'rtasidan chiqqan Musa alayhisalomning gaplari shu to'g'riliq gap qotadi. 3 avlod Xitoy tajovuzchilariga qarshi turgan, birinchi jumhuriyatda askar bo'lgan, butkul hayotini, mol-mulkini vatan millatning mustaqilligi uchun bag'ishlagan ushbu hurmatli zotning avlodi bo'lgan, mustaqilligimiz uchun sizdak va mendek o't yurak qarindoshlarimizni tashkillab Xitoyga qarshi kurash qilishga bel olgan odamni uchun qo'llamaymiz. Vatanning mustaqilligi uchun hayotini do'g'u tikib o'tirg'i chiqqan biz bir qarindishimizni qo'llamganlik, uningga tuhmat tashlarini yog'dirganlik va uni yolg'iz qo'yganlik bo'ladi. Unda uni o'z qo'limiz bilan yo'qotganlik emasmi deydi. Zolimlik emasmi? Allah zolim qavmni hidoyat qilmaydi. Biz necha vaqtdan beri aramizdan bir yo'lboshchining chiqishini taqozolik bilan kutgan emasmidik? Yo'lboshchi rahbar osmondan tushamdi. Najmiddin Sherifning qo'llamganlik 24-yildagi mashhur islohotchi vatanparvar olim Abduqodir Damollamni o'ldirgan bilan o'xshash dedi. Hey, o'zinglarni Abduqodir Damollam bilan Abduqodir Damollamga haqoratma u. Najmiddin Sherifning qo'llamganlik 24-yildagi mashhur islohotchi vatanparvar olim Abduqodir Damollamni o'ldirgan bilan o'xshash. O'z ichimizdagi yo'lboshchi rahbar siyosiy yo'llarni o'z qo'limiz bilan o'ldirib, Xitoyga tutib bergandan keyin vabolni 100 yil bo'ldi tortyapmiz. Mushundaq shaxsga cho'qinishni-chu. Shunlashqa partiyaga kirgandan keyin bulayliqi. Bu Fir'avnning o'rdasidan qochib chiqqan ilohiy kuch bilan duolar, xosiyatlik duolar bilan chiqib, vatanimizni mustaqil qilib beradigan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetçiler başınınki partiyasininki har xil tahlil qilyapmiz mushtaqda qaranglar. Meningki tahlilimniki bir qismi nima desanglar shu. Partiyaga kirgandan keyin natsistlarning ayinchada qanday Gitlerga cho'qinib ketadi-ku, ashunga o'xshash hozir shu partiya a'zolari kirib başnaqiligi hamma nimasini to'g'ri. Ashunaq bir xil cho'qinish bor.
Tamam, bugün mushunchalik so'zlab turaymi? So'zlagan ovozlarni bir xil ilohiy kuch bilan nim qilgan deganlarni tarixdagi misollar bilan mundaq bir tushundim. Men texi bu zolimlar dasturininki qadam bosqichlariniki birinchisini va o'tirg'i chiqish jarayonini, natsistlar partiyasiniki shakllanishini, u Gitler degan hech nimasi yo'q. Rassam kendoq mana qilqi tilsizmisidigan rasmlar borku. Atrofida do'stimi yo'q, yonchiqida pulimi yo'q, hech nimasi yo'q kendoq. Askar qanchada kinonimkin bir o'sha Germaniyadagi partiyalar borku, bir partiyaga shu xizmat izlab, shu istixborot bir xizmatiga erib, uningga bir vazifa tushgankan. Vazifa tushib, palani klubga berib, shularniki siyosiy o'rganishga kirib, shularning uchurini bizga yetkazib vazifa tushgan chog'da, u shu siyosiy yig'in ichilg'ayaga berib, shularniki gapini anglab, u yerda bu Gitler asolatchi xalqninki orderni buyrug'ini qabul qilmaydi ekanda, uyaga istixborot xizmatini nim qilib berib, shu yerda ashadagi odamlarga o'zininki orzusini shunaqa bir qisqa bir nimasi nutq so'zlaydi ekan. So'zlagandan keyin shu tuyuqsizlarning bo'lib ketadi ekan. Undan keyin bara asta-asta natsistlar partiyasiniki shakllantirib boshida nim qilgan ekan. Atrofida anankin shu taktikalarni mushu zolimlar dasturi degan kitobniki bir qadam bo'yicha mangdi bu. Ashning ichida mangan shu yo'llari Najmiddin Sherifniki menayotgan hozir shundoq. Birinchi bo'lib shundoq xalq orasiga o'ziniki bir xil ilohiy kuch Allohning o'rinlashtirishi mushu deganni singdirib, bizniki ma u musulmon bo'lganligidan nurg'ulimiz subhanalloh deb o'tirmiz emasmi? Apa xo'ja davridagi mashunda Aşağıdaki apa hoca derdeki beşinlağa akşapak kivelonlar muridlerim cennetten şikin aldı men sizlarni tanып olaman degan o'xshash shunday nimkisi aqtoq ko'kda qattiq ayrılib başı o'zimizniki tarixi bor-ku. Men tarixchi emas, lekin nurg'un kitoblarni o'qigan, shularni qo'shib ancha hozirgi davrga selishtirib shunday bir narsani so'zlayapman. Anlab yaqinlar bo'lsa shu tarixlarni so'zlab beradigan kishilar bo'lsa tang o'tirib so'zlarini anglab bir yaxshi suhbatlarni qilgan bo'lsak yaxshi bo'ladi. Lekin Sharqiy Turkiston Cumhuriyet Partiyasi a'zolarininki tordagi hujumlari sababli men hujum qilsa-ku mayli, lekin ekranimga kimdan chiqsam shuni hujum qilgan sat bir qiloqlar ish chiqdi-chu. Shuningga haqlarmi mening kanalimga avaylab chiqadigan bo'lib qoldi. Undaq bo'lsa bo'lmaydi. Nurg'un millatga foydali suhbatlarni elib chiqa oldim. Mushu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar Partiyasiniki tordagi hujumlari sababli ular hujum qilmagan kim qoldi? Lager shahidlarini ekranimga chiqsam shularni mayyiblab ketdi. Hozir qanaqa bo'ldi? Suhbatlarim to'xtab qoldi, lekin mashinadagi shu YouTube'dagi faoliyatim hech qachon to'xtab qolgani yo'q. Muloyizalarim to'xtab qolgani yo'q. Endi davomli so'zlayman. Zolimlar dasturininki birinchi qadamidagi bu ishlarni hozir so'zlab o'tdim. Misollarni elib o'tdim. Bu misollardan men faqat 2-3 misol oldim. Shimoliy Koreyaninki Stalinnikini so'zlamay qo'yibman. Keyingi qadamda so'zlay. Yana bir yilqi kim bor? Tarixda o'tgan mashhur shu zolimlarniki tutgan shu yo'llari, ularniki dastlabki ish boshlagan chog'dagi shu taktikalari bilan Sharqiy Turkiston Cumhuriyetchilar Partiyasiniki dastlabki ish boshlagan taktikalari o'xshab mashlarni solishtirib sizlarga bu partiyaniki butun muhojiratdagi Uyg'urlarni kontrol qilaman deydigan bir havoyi havisi shuni ichib ko'rsatmoqchi. Men buni endi davomli so'zlayman. Bugungi programmam mushakchilik bo'lsin. At o'xshash vaqtda endi davomli ko'rishaylik. Kanalımga abone qilib, barmoq bosganni üstə qo'yib qo'yinglar. Men dedim-ku, bu boshqa bir stream yard nahmaydan qilganim bo'lgandan keyin nimalar video 1 soatlik video YouTube'ga yuklanib bo'lish uchun biroz vaqt ketadigan, inkaslar asta chiqishi mumkin. Lekin navada anandagi yilqinadagi shu bezab inkaslar qilmasa men hatta ko'mayim ularni shu tutib qoldi. Shuningga deydiganim bugungisi tugidi. Zolimlar dasturidagi bu butun hammani kontrol qilaman, kuchli, powerful birisiga aylanaman, shunaqa bir sistema yarataman, shundoq tashkillik qilib bir yarataman degandagi shu birinchi qadami. Shuni so'zlab bo'ldim. Keyingi leksiyalarim davomli huzuringlarda. Allohga omonat.